şirin çüş İlgiz gülükten Uşkan kuş Medet toptum söygürdüm Kel yanımda kaytıp çüş Şirin çüş Assalomu alaykum nahmaydondagi qadrli tomoshabin do'stlar. Assalomu alaykum ekran oldidagi qadrli televizor ko'rgich do'stlar. Ko'ryapsizlar Faxriy Shirin Tush programmasi. Men Shamsiya Abaydulla. Mehr muhabbatdan nurlangan bu programmamiz orqali sizlar uchun xizmat qilayotganligimdan o'zimni to'liq baxtli his qilaman. Hammanglarga mehrim bilan salom yo'llayman. Hayotinglarga go'zal arzu-armonlarning yor bo'lishiga tilakdoshman. Xo'sh, undaqda mahirimiz sahnaga marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli korxonchi ustozlar, Shamsiyada va ko'rmanlar, yaxshimisizlar? Mavrim shahar Mujammil saroyidan keldim. Ismim Nurmamat Qurban. Qarshilamiz Nurmamat ukam. Men bu yil to'liq o'tirib maktabni bitirib, oliy maktab imtihoniga qatnashib, Shinjang Moliya iqtisod universitetining iqtisodshnos fakultetiga qabul qilindim. Hem uqtirish qog'ozini qo'limga topshirib oldim. Oo, muborak bo'lsin. Meni bu yerga bugun bu sahnaga chiqishimdagi maqsad endi mening shu kichigimda ismini bilsam, cho'ng opamning qo'lida cho'ng bo'lib ketganman. Shu cho'ng opam bek cho'ng qutgan, cho'ng opamdan ota-onamni so'rasam, shu otaning yataylik vaqtida ajrashib ketgan, balam shu opam boshqa yurtlarga chiqib ketgan, dadam shu yurtda baqalchilik qildi deb degan. Ben to'liqsiz 3-yillik chiqqan vaqtida bu cho'ng opam tugab ketdi. Shuning uchun o'zim yolg'iz qolganim bilib, men shu tog'amni izlab, shu dadam nereden ben dadamni tepasanglar, men dadam bilan birga turay deb degan. Shuni dadam tepagandan keyin men dadam bilan dadam sen bilan birga turib, ishlarim bo'lsa qarshib, men oliy maktabda o'qib, yana turay degan, o'qishimni davomlashtiray degan deb degan. Desam, dadam o'zining qapig'ini mashmay menga Kapok, men bilan tursang bo'lmaydi, men bilan turmaysan, cho'qim men bilan bir ish qilgin. Sen o'qishim kapda, hozir o'qimay pul tepishni o'chim, işte yaxshi deb qo'shimda shunda amalsiz o'zim shikoyat ta'til ishlab, to'liq o'tirib maktabga borgan pulni yig'ilishim kuchim yig'ib, shuni to'liq o'tirib maktabga berib, o'qish pullarini topshirib qildim. Keyin shu bilishim to'liq o'tirib maktabning o'qish pullari yo'q ekan, endi qo'limda ish chiqilib bir ay bo'lgan vaqtida hech qanday qilsadim qolmadi. Dadamning ishga berib, yani mana shu vaqtida men bir amal qilib bersang deb desam, qat'iy qo'shilmadi. Shuni o'zim qat'iy amalsiz qilib, hech kimni demay maktabdan chekinib chiqib ketdim. Chekinib chiqib ketib, poyezddan tarafda bir ashxonada o'zim bir oyda ishladim. Bir oyda ishlash jarayonida bolalar bilan tanishib, shu yerda ismimiz deyishganda ular meni tushunib, berib o'qisam bo'lmamdi, biz o'qimaymiz, tajriba kunlar qoldik. Berib o'qiman, sen bir xato qilsa qaytib berib o'qi deb yaxshi narsalarni qildi. Shularni o'ylab, men bu tasdiqlanib ashlarni gapirdim. O'zim qaytib o'ylanib, uyg'onib maktabga qaytib keldim. Maktabga qaytib kelib, o'qituvchi ustozlarimni izlab, o'zim shu ko'nglimdagi gaplarni, haqiqiy oilamdagi mushtaq yolg'iz qolganligimni, mening qarg'ich bir egam yo'q deb, men bir qaraydigan bir odam lozim deb ma'lumga tushuntirib qilsam, ma'lum shu maktab rahbarligidan paranishib, mening shu mavsumdagi yotoqqa ishlarimni qilib berdim. Kelar mavsum boshlab o'qish pul to'lamaydigan qilib, undan boshqa o'qituvchi ustozlarim o'zlari yendan pul chiqarib yordam qilishib, mening shu to'liq o'tirib maktabni bitirishim yordam qildigan bo'ldi ham qildi. Shundan keyin men shu yordam qilgan o'qituvchilik yaxshi o'qay deb 3 yil tirishib, o'zimni yaxshi kontrol qilib tirishib yurgandim. Men bu yil mana Shinjang Moliya iqtisod universitetiga qabul qilindim. Men qabul qilingandan keyin hamda shu bundan keyingi 5 yilni qanday o'qish, istiqbolim to'g'ri qanday qilish to'g'riliq yaxshi o'ylanib, endi mening shu Shinjang Moliya iqtisod universitetiga kirganimda men iqtisodshunoslik o'tgan cho'qim bir Shinjang Moliya iqtisod universitetida undan boshqa buxgalterlik kinchik olsam, ham Shinjang Moliya iqtisod universitetida yaxshi o'qimsam, undan boshqa kompyuter darajasida, ingliz darajasida bir evlish mustaqil arzuyim bordi. Lekin o'zim shirin programmalarni ko'rgandan keyin mana bir yordam qilgan akashlar bo'lsa deb izlab keldim. Undan boshqa men mustaq yordam qilmaydigan akash bo'lsa, men o'zimni qarab turmay, ularga tayinib olmay, ashlar menga bir o'z ishlaydigan bir yer bo'lsa, mening bir tuzuk turadigan yerim yo'q bo'lgan ekan, shu men ishlab nachaqni maktabda bo'lsam yotoqda yetib
sirti bo'lsam ishiga yetib ashlab keldim hozirgacha o'qitish ustozlarimga yordam qilgan yerlarga yordam qilib men shundoq yaxshi muomalalarni qilib keldi hozirgacha ularga mush fursatda rahmat aytman shunday bo'lgandan keyin mush korxona chakashlarning menga bir ashlab ham ishlab ham tura oladigan mustaq shanba bunda ta'tillarimda ashlab qilgan ishlar bir yordam bo'lishini umid qilaman eng oxir umidim men cho'qim barliq kuchim bilan tirishib o'rganib boqaman barliq kuchimni qilib tirishib o'rganaman hamda oxirida oz bo'lsa mush o'zim bir yaramliq odam bo'lib chiqqandan keyin mush korxonachi ustozlar agar ukam meni yonimda ishlab qolgan yomonroq ishni qilib qolgan bo'lsa men yoqtirmasdan o'zim ma'qul deb chin dilim bilan ular uchun xizmat qilishga men rozi. Hayırtınızga aferin ukam. Aynı vaqtdagi sizga yordam qilgan o'sha maktab qaysi maktab? O'qituvchilar. Uchinchilik birinchi to'liq o'tir maktabda o'qituvchilarim. Hozirmi keldi ko'raman bu. Ko'rib. Naq maydonda bormi? Qaydatda o'qituvchilar deb suyundim o'sha ustozlardan jimo. Qani ko'rib sinf mas'ulimi bor. Yaxshimisizlar, salom ustozlar. Sizlardan bek suyundik. Bek suyundik. Ayni vaqtda mush inimiz eng qiyinchilik vaqtda uning otasi, onasining rolini o'tab 5-sinflar sizlarga cho'nqur hurmatimizni bildiramiz. Barliq ko'rurmanlar. Rahmat sizlarga. Jamiyat yaxshi kishilar yaniljiqa paxkam. Hamda hozir dadangiz bilan aloqa qilmamsiz? Hamda shu dadam hamda shu menga qarmaydi. Rasamsam. Endi o'zimni bir oilasi bo'pti, izlab qolgandan keyin ko'rsam, boshqa ayoli bilan to'y. Mendan keyin yana bir eng cho'ng bola shu 2 yosh tuvanka. Endi o'qiydigan ishim bo'lsa, cho'qim qat'iylik qarshi turdi, men bilan birga ish qilib, abimiz qanday qilsang qil, men bilan birga turma deb qat'iy qo'shilmaydi o'qishimga. Lekin meni o'qish orzuyim bo'lganligi uchun men gipik oxirida umumay o'zim ta'til ishlab, hozirgacha 5 yil bo'ldi, mushaq shanba ta'tillar ishlab. Qayerdan o'qishimni davomlashtirib keldim. Men o'qituvchi yerdan, o'qitish ustozlarimning yordamida mush kunlarimni yaxshi o'tkazib keldim. Ayni vaqtda ukam dadangizni izlab borgan vaqtda yolg'iz qilib, masalan, qishing turayda borgan vaqtingiz qancha yashdingiz? Bu vaqtda men to'liqsiz 3-yillik. Cho'pon tuga ketib, shu to'liqsiz 3-yillik vaqtda. Qancha yosh, to'liqsiz 3-yillik degan qancha yosh bo'ldi? Bir 16 yoshlar yiqilib qoldim. 16 yosh. Demak, endi odatda qonun bo'yicha ilib ketgan vaqtda bola otani ajrashib ketgandan keyin bola kimda bo'lishidan qat'iy nazar, bolaning vasiyasi olamdan o'tgandan keyin boshqa vasiylarninki bolaga mas'ul bo'lish majburiyati bor-ku. Bu jihatni ilib ketgan vaqtda Navoda bu inimiz endi bizning hissiyot nuqtamizdan biz hargiz unda qilmaymiz. Lekin qonuniy huquq manfaatimni qo'g'dayman deb qonun bo'yicha bir taraf qilgan bo'lsa, dadasininki qonuniy mas'uliyatini surishtirgan bo'lsa, balkim bu dadaninki qonuniy mas'uliyati tegishlik holatda surishtirilgan bo'ladi. Bunga nisbatan mana bu cho'ng opam boshda cho'ng opam nopisining beshida hujudaymizmi? Shu cho'ng opam tuga ketgan ekan bu dadam men dadasiya deb bu nopisda kirgizib ekan shunda. Ma'lum deganda nechqatamush qonun jihatdan hal qilaylik deb biz sotga borgan. Sotga berib borgandan keyin mush nurg'un materiallarni aykaldi deb aytdim. Oxirida shu sotning nopis birga chiqib qoldi. Cho'qim dadam bo'lgani qaraydi deb, undan keyin yana ba'zi tordagi hujjatlarda mushtaq Jandorin deganga adam topolmagan keyin ashni yozib qo'yibdi. Undan boshqa Minjongji xalq ishlari idorasi bordi. Bu yerda shu ahvollarni desek, har qanday bir qandaqda bo'lsa qaramaydi. Yag'in gap qildansan deb nopisga ko'rib kompyuterdan qarab, kompyuter qarab, amniy ahvol qaramay ishlar qildi. Lekin buni haqiqiy qo'ygan savodoshlarim bor, to'liq o'tirib o'qigan. Boshlang'ichdan to'liq o'tirishib o'qigan savodoshlarim, o'qituvchilarim, qo'lim qo'shni boshqalarni bildi, bu ishning rostligiga ishlam guvohlaydi. Bir savolni so'rag'im bor ukam sizdan. Navoda dadangiz kunlarning birida yashnib yolg'iz qolib qolsa, yolg'iz yigona bir buvoyga aylanib qolsa, dadangizni beqishni xohlamsiz? Xohlayman. Chunki unda bo'lsin baribir dadam bo'lgan ekan hamda unda bag'rtash qilish bo'lmaydi ham bir yana u bir dada hamda u qayrg'anda balkim pushaman qolgan bo'lishi mumkin. Undan boshqani bir aloq bir balsi bo'lgan ekan hamda shu vaqtida bo'ptilar dadam bu deb qarshim mumkin ham cho'qim qarshim mumkin. Shu bir eg'iz gapingizni kifoya. Bek ta'sirlandim sizni ukam.
ota-onalar yanıla nerede buluşumuzdan qat'iy nazar balımızga mas'ul buluş mecburiyetimiz var. Meyli o balı nerede bulsun, qandaq sebepten yanımızda bulunmuşsun, lekin ahir hesapta balı yalğız qalsa bizga ehtiyojli bo'lgan vaqtda ota-onaning cho'qim balığı mas'ul buluş mecburiyeti var. Hem ota-ona yaşangandımı farzandning ota-onaga mas'ul buluş mecburiyeti var. Bunu qonuniy jihatdan ilib aytmasaqmi, amaliyotda axloq nuqtasidan, bizning urf-odatimiz nuqtasini ilib aytganda, bu asli yuz berishga tegishli bo'lmagan bir masala. Assalomu alaykum inim. Aleyküm assalam aka. Haqiqatan to'g'ri qilibsiz. Biz o'qimasak bo'lmaydi-ku. Halqi pul tepishmi muhim amaliyotda, lekin o'qib turib topsak texmi yaxshi bo'ldi. Mana qarang, bu korxonchi akalaringizmi nurg'un pullarni tepib olgandan keyin yana o'qiyotdi qanmay. Biz bilim elishni maktabda cheklanib qolmasdan jamiyatga qadam qo'ygandan keyin davomli izlanmasak bo'lmaydi. Hatto bir umr o'rganishdan to'xtab qolsak bo'lmaydi. Endi mushtarachligingizda mana oliy maktabga qabul qilinibsiz, jamiyatimizda bir oliy maktab o'quvchisi ko'payibdi. Bu haqiqatan bir yaxshi ishda hamda. Bundan keyingi o'qishingizdan keyin texim yaxshi davom ettirishingizga men tilakdoshman. Balkim korxonchi akalaringizmi sizga zarur bo'lgan ba'zi maslahat yordamlarni beradi deb qarayman. Rahmat aka. Hozir jamiyatimizda nurg'unlagan sharoit yaxshi, besh o'zi lozim qiladigan narsalarning hammasi tal bo'llimi. Bu senchilik g'ayrat kelaydiganlarmi oz sening shunday qiyinchiliklardan o'tib o'zing yolg'iz musholiyat kelib hozir oliy maktabga o'tabsan. Bu ishing menimcha mush qatamqi televiziya orqali jamiyatga tarqalgandan keyin bu balkim cho'ng g'ulg'ul qo'zg'aydi. Shunlashqa seningki mush tanlagan mush yo'lingninki to'g'riligini hammamiz ko'rib turibdik. Menimcha bilim elish haqiqatan bizningki hozirgi yoshlarimiz uchun, bizning millatimiz uchun nihoyatda muhim bo'layotgan ish. Cho'qim bilimli bo'lishimiz kerak, cho'qim o'rganishimiz kerak. Shunlashqa men boshqa gapni jiqinmay, agar sen xohlasang, biz seniki shu oliy maktabdagi o'qish pulini biz Shinjon Meteor xalqaro suvot cheklash shirkati chiqarsak bo'ladi. Anondan boshqa sening yotoq masalani hal qilamiz. Agar xohlasang, shanba kunda ishlab, bizning shirkatda ishlab turib, o'qishingni davomlashtirsang bo'ladi. Maktab Rahmat aka, rahmat. Maktabni bitkazgandan keyin mening umidim bizning shirkatga kelib ishlashingni qarshilayman. Rahmat aka, rahmat. Mo'tabar shirkatdan nihoyat obdan gap qildi. Shu oliy maktabga yotaqdagi o'qish pulini va yotag'ingni hatto shanba kunsidagi o'zingning praktik o'rindagi xizmat o'rningni nihoyat yaxshi ta'minlab berdi. Mening sen bilan tang o'g'lim bor. Seni ko'rib nihoyat bak o'zimning o'g'ildek nihoyat bak suyundim. Balkim tax seni ulgi qilishimiz mumkin shu bolalarimiz uchun. Bak suyundim sendan. Agarchi o'qish puling tayyor bo'lib bo'lgan bo'lsa, bundan keyingi uşaq xarajatlaringga lazım bo'lsin uchun 5000 yuan sana bir ko'ngil so'g'imiz bor. Rahmat. Cemiyetimizde nurg'un yoshlar bor. Sizdek mushunda o't yurak o'qishga ishtiyoq bog'laganlar bor. O'qishdan qichib, hozir mushunda yoshda o'qishdan qichib, ota-onangiz qaqishib, dibalarda, mushu to'rxonlarda yurgan yoshlarimiz bor. Shu yoshlarimizga bo'lgan bir ulgu bo'ldi. Sizga apirin benim. Sizningki hozir Mo'tabar shirkatining o'qish xarajatingizni ustiga oldi. Men Shinjong Chindil xalqaro savdo shirkati nomidan sizningki bundan keyingi turmushingiz uchun 3000 yuan yordam qilay. Rahmat. Sizning yaxshi o'qinishingiz uchun Urumchi Qutr Pentagon shirkati bir dam kompyuter 2000 yuanlik kitob sovg'a qildi. Rahmat. Endi bu yerda Mo'tabar shirkati 5 yillik o'qishingizni ustiga oldi. Agar unday bo'lmagan bo'lsa, bizning ishson yaxshilik shirkatimiz ustiga olsak bo'ldi. Lekin men bir tavsiya qilaman. Endi mishada biz bularga bir shart qo'yaylik. Agar oliy maktabni o'qish jarayonida oldingi manchinchi qatorda o'qisangiz o'qishni ko'tiramiz yoki manda endi Moliya iqtisod universitetida qo'sh diplom olib bo'lgan bir ish bor. Sen o'zingning o'qigan kasbidan boshqa yana mandaq bir kenishkini olib chiqsang, manda o'qishingga yordam qilamiz degan shartni besimni bermasak, endi bular qanday jihatda endi yaxshi o'qimamdi. Endi bular endi amini 5 yillik o'qishimning puli alvoldi deb o'zining qilgan ish bo'yicha o'zini tashlaydish bo'lmaydi endi. Shunga endi mishada ash taklifni berdim. Uningdan boshqa endi bizning shirkatimiz sizning 5 yillik o'qish jarayonida yiliga 2000 yuandan 10 ming yuan turmush yordam puli
berishni so'rab qildi. Rahmat. Sana minas to'liq bo'ldi. Hamda ihson degandek, sana bir naskam. Sana bir akam. Ya'ni akag'inankam. Chunki oliy maktab yangi chiqqan. Yana bir adikam. To'g'ri. To'g'ri. Chunki oliy maktab chiqqan vaqtda bizning mening o'zimdan beshni o'tgan. Ba'zi gaplarni ota-onamizdan deyishalaymiz, ba'zi jamiyat kishilarga aka-og'alarimiz yo'l ko'rsatgan. Demak, bu bir personaj bu yerda bak muhim rol o'ynaydi. Shunga endi tanlasang, yarasang, men Karvon Turdan Nabi sening aka-og'ang bo'lishga tamamen qo'shilman. Muborak bo'lsin. Rahmat. Qalayman. Men ansirayotgan bir masala bor uchun Nabijon. Nima masala deganda, bu Nurmamat ukam tek kichik. Hozir shundoq yaxshi o'z kuchiga tayinishni o'rganyapti, yaxshi tarbiyalanibdi, bilim o'rganish orzusi bor ekan, bu bola yaxshi bola ekan. Lekin pul degan narsa tuyuqsiz kelib qolganda, hamda odam hech nima degili bo'lmaydi. Shu men bu ukam kichik bo'lgandan keyin bu qarindoshlarimiz yordamxon pullarni boshqarib beradigan, uni nega hajlayotganligini surishtirgan bir odam bo'lsa bo'ldi deb ansirayandim. Unda bo'lsa bu mushkul vazifa Nabijonning zimmasiga yuklandi. Bo'ldi. Xudoyo. Nabijon akangiz va naq maydonda o'tgan dada dematliklarni dada deb chaqirsangiz, mana hammasi sizning dadangiz. Aka dematliklarni aka deb chaqirsangiz, hammasi sizning akangiz. Men sizning hammadingiz, opangiz bo'lishqimi men rozi. Qarindoshlarning orasida hammalar sizga qarindosh bo'lishga rozi. Siz yolg'iz emas. Rahmat. Rahmat sizlarga, rahmat. Siz bu yil imtihon beribsiz. Mening o'g'lim kelar yil imtihon berdi. Bizning nurg'un sharoitlarni o'qmasak, u bak tirish bilib qo'yatdi. Xalsanglar, ishqinglarni men aka qilsangiz aka bo'ling. Bo'lmasa do'st bo'lsanglar ham bo'ladi. Men sizga hozircha rag'bat yuzdan 2000 qo'y. Yordam qilib turay. Bu o'qishingizga ishlating. Kecha yil qiychiq yo'qsiz dan bor. Men ham Nabijonga o'xshash sizningki akangiz bo'lishni xohlayman. Agar siz xohlasangiz biz aka bo'lsak bo'ladi. Bundan boshqa sizningki ingliz tili daraja imtihonida qatnash orzu istaklaringiz bor ekan. Mana men shu odam shu. Men 4 yil bo'ldi ingliz tilida shu davlat ichki sirtidagi ingliz tilidagi har qaysi saviyadagi darsdan o'tyapman. Mana men shu sizga yordam qildim. Turli planlarni tuzaman, tafsiliy holat. Onki sizni o'zim bir qo'lliq tarbiyalayman. Yaxshisiz-a? Rahmat. Yaxshisiz. Men hamda hamma ishingiz tal bo'ldi. Asli men o'zimning bir o'g'lim bordi, juplapla billalar nega o'g'lim ne o'qisam, shu o'qisam degan hamda talashmaydi. Mening hamda mikrofonni qo'limda elishimdagi maqsad sizni mishaga boshlab akagan to'liq o'tirda sizga yaxshi parvarishlikni qilib, sizni yaxshi tarbiyalab, mishakagacha o'qitgan ustozlaringizga barliq korxonchilar nomidan rahmat dedi ular. Rahmat sizlarga. Rahmat. Demisimi ustozlar sizlardan bek ta'sirlandiqchimi? Bek rahmat sizlarga. Buğaltırlık bilen kasırlık biz karxançılarga intayin qısılavatkan bir kesip bu. Hemmimizin karxansıda nimi kam kasır bilen buğaltır. Bolsa bundan keyin hizmet tepiştin beşini katılgan qarindaşlarımның emdi imtihan bergen qarindaşlarımның muş inim tanlagan kesipni tanlashini umid qilaman. Rahmat. Yana hamma karxançı akıllarınız sizge pullanın ba'da o'qishingni hammani ustiga oldi. Men hozir yana basam sizni beyti yutadigan turamiz. Sizning o'qish bitagjarlikda mayli iqtisod jihatdan qanday qiyinchilik bo'lsa, mening ismim Mehmetjon Sabilar shirkati keling, qo'lim ko'ksimda yordamimni aymayman afkam. Rahmat. Endi hozir bizning xizmat xodimlar deydi, naq maydonda Mehribon Allah kollektivining bir a'zosi bor ekan, mush balamga bir gap qilsam deydi. Bir taklif qilib baqamdiq, nima deydiki? Assalomu alaykum o'g'lim. Qanday ahvoling, yaxshimi? Men sana opa bo'lay. Rahmat. Sening mushundoq o'z kuchingni tayinib, tirishchanliging bilan o'qishga bo'lgan qizg'inligingga afirin o'g'lim. Bugun xabarsiz kelib qoptimiz. Bundan keyingi har qanday ishlaringga mana biz ona bo'lamiz o'g'lim. Rahmat. Sizni o'z onamdek ko'ring. Azizim. Barliq faxrli karxanchilarimizga chin ko'nglimdan o'tliq salom yo'llayman. Rahmat. Tijoratinglar mangu ro'naq topsin. Oltin tanlaringlar sog'lom bo'lsin. Rahmat. Rahmat.
Bulduftam, o'qishingiz natijalik bo'lsin. Akalarınız, dadlarınız degan o'xshash ularning umidini aqlash uchun davomli tirishchanlik ko'rsating. Albatta, tövəndə o'tag'an korxonchilar, aziz mehmonlarga o'xshashlar, men ham sizning har vaqt qanday ishingiz bo'lsa, meni hadi o'rinda izlab kelishingizni qizg'in qarshi olaman. O'zimning mehrimni sizga berib, o'g'limga bergan mehrimni, inimga bergan mehrimni sizga berishni chin ko'nglimdan xohlayman. Har vaqt qarshi olaman. Bulamda inim. Bundan keyingi hayotingizga xushallik tilayman. Tush markaziga marhamat. Bilet tashlaymiz. 3, 2, 1. Karxanchilar. Oxirida erishgan bilet sanınız 277. Muborak bo'lsin. Ahmetlik orzuyingizni tanlash o'tkiligini qadam qo'ya oladigan bo'ldingiz. Xo'sh, undaqda Mahirimiz sahnaga marhamat. Assalomu alaykum riyosatchida. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Karxanchi ustozlar. Assalomu alaykum ekran oldidagi ko'ruvchilar. Marlish noyasidan kelgan o'g'loninglar Farhat Ahmedning sizlarga o'tliq salom. Buldu arzuyingizni anglaymiz. Men 2008-yili 8-6 kuni to'liqsiz maktabni bitirib, shu vaqtdan hozir qadar cho'ng ish bo'lgan tijoratlarni shug'ullanib kelyapman. 2009-yili dan boshlab 2011-yilgacha 3 yil eslar vaqtim bu esalar spiq seriyanda o'zimizning shu tabiiy bo'lgan sopqoq asallarimizningki bozorda kamchilik ekanligini qo'yib hozir qadar to'xtamasdan shu eselchilikdan shug'ullanib kelyapman. Yanmay hozirgi vaqtlar kelganda bir qancha tur bor ekanchu, men to'liqlanayotgan. Shuningdek, shu turlarni to'liqlash uchun o'zimizning sop tabiiy bo'lgan aslida o'zimning 3 yil aslar sipat texnikamga nisbatan bir qadar asallarniki yaxshi yoki nachar sifatlarni ayira olayman. Shu shaklda maktablarni tatib, dorixona, doktorxonalargacha asalni silish maqsadida 2014-yili Gulshirni dehqonlar kasbiy hamkorlik kooperativ qilib qo'ydim. Bizning odatda o'ylagandek asallarimiz unchalik bak bahs yuqori qimmat emas. O'zimizningki sop tabiiy asallarimizni bahsin tanarix tuvan yaxshi chiqdi. Lekin men ko'p yerlarni asaldan eng muvofiq narxda tuvan bo'lgan narx ta'minlab bersam, ularningki iste'mol bahoni yuqori ko'tarish sababli iste'molchilarimizningki bularimizni majinib turibdi. Mau asalni iste'mol qilganlarningki son cheklab qoldi. Ham buning qarta kishilarning asal jinsiga bo'lgan qarta tushuncha yetarli bo'lmaganlikdan men o'zimizning shu Gulshirna degan markani ro'yxatga olgan. Men shu yerlik tuxum bilan o'zimizning tabiiy bo'lgan sabasilni hech qanday ko'ydirib yetilmagan moddalarni ko'ydirib yetilmagan asosda o'zimizning yerlik tuxumlarni bo'lak hormonlik dorilarni bermagan asosda shu asos bozorga sanmoqchilab buningga qarta bir qadar bozor ichish ham undan boshqa bozorni qanday ta'minlash shu jarayonlarda asl qilingan shuningdan korxonchi ustozlardan ma'mur yo'l ko'rsatib berishni so'g'ach ham undan boshqa agar musada mablag' soladigan korxonchi ustozlar bo'lib qolsa hamkorlashishga chaqiriq kelgan. Rahmat. Tushunishlik bo'ldi, ya? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizniki sap asal deganingizga qiziqib qoldim. Demisam hozir asallarniki turlar bak ko'p bo'lib ketdi. Nurg'un odam shu sap asalga bakma ehtiyojli. Agar siz mahsulotni sifati kafolat qilsangiz, shu korxonchi akallaringizdan joy-joylarda setish nuqtalari bor, sizga menimcha yordam qila oladi. Bu yerda bir gap demoqchi, shu Yaponiyadagi korxonalarda, bo'libmi Yaponiyaga tanlov bozorda importni mal yo'q deb USga asolaydi ekanda, faxrlanib turib. Nima demoqchi desa, Yaponiya korxonalarining yomonligida bu tanlov bozoridagi barliq yemak-ichmak, kiyim-kechak, turmush buyumlarining hammasini Yaponiya korxonalari o'zlari ishlab chiqarishga chet elda hech qanday narsa akirmaydi ekan. Shun biz o'zimizning mustaq korxonalarni qo'llab bersak, sizmi malning sifatiga, sapliqiga kafolat qilsangiz, menimcha xalqimiz davomli qo'llaydi. Shun bizmi aytgan faxrlanib turib,
import mal yo'q, o'zimizning korxonachilik ishlab chiqqan mahsulot deb biz bu faxrlanib tilga ola olamiz. Rahmat. Rahmat. Men bir kallamda o'tmaydigan bir ish bor, sizdan so'ralay. Endi mishat sizningki sap asal dedingiz. Aş esellarisi şu siz bakka eseller chiqargan eselning endi deymiz, shirinisi deydimi? Aş 1 kilo shirini necha pul to'xtaydi mesela? Odatda bu eselninki chechak paslachi aka. Odatda esel asos chechakdan chiqqan bo'lg'achqa, jigjichik deb qaraymiz bizning majanibshan asos. Chiqarib bo'lgan shirinisining ketindi 1 kilosi. 1 kilosi men degandek chechakning pasligi o'xshamaydi. Shuni tushuntirib bersam sizga uqmaysizlar, men tushuntirib bermayman. Hem cigdesilninki muddeti uzun hem çiçeği az. Bunun esel çıkış nispeti az. Şunlaşka bu cigdinin esilninki 1 kilosu biz aşağı tarafından toplayıp kalsak 40 koyun tatıp 30 koyun alalaymayız. 1 kilosuna. Onu biz toplayıp 35 koyun 40 koyun ağasızda biz 45 koyun 50 koyun bagen taktırdım ha. Adettim ben Ürümçide Şenal'da okugan. Şu vakit ben kegi vaxtda şu esilde bizge okuşlarga çayı bir kata demlep bedi. Keyin surishti qilsam shu jigdeslar deganda 130 ko'ydan apti. Asli amaliyot o'sha tanlar qimmat emas uniki. Shu 130 ko'ylik asalni bizningki ko'tarmaydigan nurg'un iste'molchilarimiz bor. Shunlashqa meningki ilqi shoxlab qo'ldan qo'lga o'tib ketishdan burun iste'molchilarimizning qo'liga shu 120 ko'yga 2 kilo atrofida asalni tekkizish maqsadim bo'lg'achqa shu yerga chiqdim. Bundan boshqa kipez asal deymiz. Kipezning ichiga yo'g'on ichildi, ham echish muddati uzun. Bununki eselne hazır 13 koyun tatıp 15 koyun aldım. Haqiqiy hesap eselne. Onun baş yantaqның ba, qışның ba, çılanның ba. Çiçekninki cihazlıqqa uzun turuş tutmasaq, eselning jiq chiqish chiqmaslik farqi qarab eselninki aznasının qimmat yuqori, ko'p bo'lganki qimmat sel to'rek bo'lib qoldi ekan degan asosda anda basınınki o'xshamaslik farqi shu çiçekninki muddati uzun qisqalikdan farqlanadi. Gapingizni tushundim. Endi bizning zavod G'ulji Qo'rg'osda bizning zavod boshlig'i hamda o'zining G'uljida bir jigdiligi bor ekan. Hamda jigdilikka bir hamda Xanzu yo'ldosh o'zining asallaridan beqilog'lik kelgan vaqtda ash men beqilog'lik talab qilgan vaqtda 1 kilo asal, ya'ni ash erining o'zidan ash chiqirib bergan shu evri hamda shirinisi deb turadi hozir. Ashini 3000 qo'yib bermaganini aytdi. Men 1 kilo ash evrishkisini bəyəsəndən öz çıxqın mənə desə, sana mən 3000 koy vereyim, mən 1 kilonu bəyməyə dedikən, həm o neyim səbəbdən ki desə, 3 kilo, 1 kilo ündürümünə 30 milyon qıla alayım dedi. Həm də mən hazır sorğunumca aş kişidə anlığının özdən. Həm də bu yerdə əlqədək əsəl aşın tənşəş cəryanında həm də suyul, əsəlin həm də qoyaq çıxıdığını biliriz. Erkek suyu çıkmaydı bu əsəl ərsinin suyu çıxarmaydı. Ayədə qışım yaz suyulmaslık üçün bunun qo'noq shekeri, tangshi ya'ni glukoza, qo'noq shekerini qatiskan. Hamda ağaçning miqdorini oz ko'plik bilan ba'zi farqlandi. Men mush 1 kilosini 30 milyon qilmasam belgili olmaydi deb turgan. Shuni hozir mush savol so'rab. Siz bu asallikki uzuqlik qimmatini tekshirib baqdingizmi? Men tekshirib baqmadim, lekin hozir qadar men o'zim garchi to'liqsiz saviyasiga bo'lsam-mu, u yerda bir necha chamdan kitob bor. Odatda tijorat to'g'riliq yol görüştü. Şimdi sizge yaxşı, lekin bunu ben teşviqe uğrun bazı kıymetli yapıcı. Teşviqsiz bir cedvel çıktı, hem demek yolum şu. Hani eserlerinizden ki siz mas üçüncü çıktı. Şeker bakka eserleriniz var mı? Şeker bakını var. Şeker bakının başında ama avatlı meşket yapamıyoruz şu. Yani bizdeki ma kutlar içimlik soda süzatımız hazır. Ma içimlikniki yem bir tadqiqat yapıyordu, tadqiqat grupumuz şu. Maksat ne bo'lmoqda? Biz akşika salgan hazır ma soda suyu barmiz. Ma bunu bir qadar ilgirgi asosda asal qo'shib ishlamoqchi. Agar ki siz asal ko'p bo'lsa, bizning shirkatlar hamkorlashsangiz, biz butun 1 yil bilan 2 yilga chiqqan asalning aynan setib olsak bo'laveradi. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz bir ishni kam deb o'tdingiz. Butun Shinjon xalqimiz bu programmani ko'rgandan keyin anqiramay qolishi mumkin. Bu eselning her chiqadigan yerin tilini tekkizib tetib baqmasa qaysi gulningniki nim biladi deb bilish mumkin. Buni men bir tushuntirib o'tay. Jig'ib oldigan pesli o'xshamaydi. Shundaqmi? To'g'ri, pesli o'xshamaydi. Qaysi gulchechak unsa shu gulchechak bu vaqtda jig'ib olgan asal shu gulning shirinisi bo'ladi. To'g'ri. Zavodni qurib qolsangiz bu vaqtlar asalni sap qilib Sabila markasida ishlab berishingizni Sabila shirkatimiz qarshi oladi. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hozir deb o'tdi, ma 3000 ko'yga bermagan deb bu asal javhari. To'g'ri. Uni asal javhari u odatdagi asaldan nechasi qimmat bo'ladi. To'g'ri.
Endi sizningki odat hozir ketayotganingiz Şiriniz adet kesel hem de adet kesel. Bu adet kesel siz degandek şu tanarıqda to'pasi shunda bo'layotgan iniq. Parcha bahsi hem de shuni korxona ma'lum miqdorda manbatilib qo'shib sotadi. O degani nechasi qimmat to'qtig'ini hasal javhari. Hamda siz bu sahnaga o'zingizning maslahatingizga xaridor izlash, hamkorlash qilibsiz. Men sizdan Şu baza bahası boyunca 1 ton nasıl sitip alay. Rahmet. Önümlük buldu mu? Bunun keyin kişilerinizi qutlaqlaymiz undaqda. Bayi degan korxonchilar bilan yaxshi hamkorlik o'rnatib, bundan keyin taraqqiyot istiqbolingizda texnik zo'r natijani qo'lga keltirib, iqtisodiy kirim yaratishingizni umid qilaman. Tush markaziga marhamat. Bilet tashlaymiz. 3, 2, 1. Karxanchilar. Erishgan bilet sonimiz 266. Muborak bo'lsin. Rahmat. Tilaymiz. Shirin tush egisi. Sahnamizga marhamat. Assalomu alaykum Shamsiyada. Va alaykum assalom, chiroyli qiz. Yaxshimi? Assalomu alaykum korxonchi ustozlar, assalomu alaykum naq maydondagi tomoshabinlar va ekran oldidagi aziz qarindoshlar. Hammanglarning mush vaqti xayrli bo'lsin. Men Korli shahri Yen Qirg'inchi o'ltiraq rayoniga joylashgan Dilkaz ona bolalar parishxonasining mas'uli Xolida Yimiddin sizlarga samimiy salom va oliy ehtirom. Qarshi olamiz Xolida. Qanday arzu bilan keldingiz? Shu endi Korli shahrida bizning endi Dilkaz ona bolalar parishxonasi deb shu tug'utliq ayollarni parish qildigan oilasigacha berib va o'zimizning markaziga kelib, undan keyin shu 3 yoshdan to'yan bolalarni 3 yoshdan to'yan bolalarni endi parish qildigan. U parishning ichida endi o'zimizning endi milliy urf-odatlar bo'yicha men o'zim orzu qilgan bo'yicha endi boshlarini tengayib, tirnoqlarini ilib, chunki hozir hamma ham aldirash, u ishlarga yetish bo'la oladigan ota-onalar oz. Şunaq ondan yuyundurup, aştaq mülazimetlerini ipbagan, ondan bu vaqtlarımız çoxum sağlam buluş gerek. Şunun üçün sap paxtada işlengen, import qılıngan, hamdi iş qılıb özünün xiyalda hamdi. Çünki balı olğan iken çoxum en yaxşı işletimiz deb oylaymızda. Merkezimizge çoxum şundaq nərslərini şundaq import qılıngan balalarının aştaq lazimet işleri. Ondan tuğutuq ayarlarının tuğutunu aldı keyinde işiltidigan lazimetlik buyumları, ondan bu vaqtlarga qo'lda tikilgan sap paxtada endi birinchi darajalik paxtada tikilgan ashtaq kiyim-kechakları, yotgan ko'pillarni tikishni asos qilgan mushtaq bir oila mulozimat o'rni. Dilkaz degan markani o'zimiz shu anga oldirib, marka qo'yguncha ashtaq qildik endi. Vaqt ko'rgandek bizning amaliy sharoitimiz. Nimda umoq bolalardi, bu bolalar bilan dunyo bek go'zaljimu. Cho'nglarning oduqi barliq azob uqubatlar bolalar bilan biraqli o'qaydi, ha? Hammamiz hayajonlanib ketdik bolalarni ko'rib. Undaqda, almaqni. Undaqda orzuyingiz-chi? Orzuyim endi hozir endi biz misholat akeldik buni-chi. Endi mening o'ylaganimdek hozir orzuyimga yetib bo'ldim hozir. O'zimning orzuyimga yetib bo'ldim, lekin mush jihatda bu ishning birisi ma bu ishni o'zim gerçi Korli shahrida kichik bo'lsa-mu, agar ko'lamimiz 300 kvadrat metr endi kichik bo'lsa amalga oshirdim. Bizning endi korxonchilarimiz taraqqiyot etdi. Bu yerdagilardan boshqa nurg'un korxonchilarimiz bor-ku endi mush soyim bir mablag' solsa, hozir 3 yoshdan to'yan bola hozir hammadan cho'qim yasayishga bolalar ko'ngil berdi hozir. Chunki yasayishda degan har bog'chilarimiz bor, mayli Urumchida bo'lsin, mayli Korlilarda bo'lsin, ilqam yerlarda hozir yasayishlik bolalarga ayliq mukammal tarbiyalanish ustidan sharoiti bor. Lekin o'ylab baqsaq 3 yoshdan to'yan bolalarga yo'q. Nima bor? Hozir hamma odam oldirash endi. Cho'qim xizmat qilsak,
jamiyatdan shalınib qolamiz. Shu bolalarimizni yaxshi tarbiyalash uchun ishlamasak bo'lmaydi. Shunda amaliyotda bek to'g'ri dedingiz. Endi 3 yoshdan tuvan bolalarni bek kichik bo'lgach bir ish o'qimaydi deb o'ylashimiz mumkin, lekin shu chog'dagi tarbiyalash bek muhim, bolalarga nisbatan. Undan boshqa bolalarni tarbiyalash muhim, ham yosh ota-onalarga nisbatan yasli yoshga to'shmagan bolalarni beqishmi basi mushkul bir ish hozirgi davrda ishlaydigan yosh ota-onalarga nisbatan. Mushtaq bir yer bo'lgan vaqtda nurg'un kishilar qulaylik yaratqili bo'ldi-da endi. Menimcha mushtaq bir sohalarga birsi shu tug'ut beqish, tug'utni endi o'zimizning o'lchamlashgan ash tug'utlar masalan shu o'zimizning milliy urf-odatlar bo'yicha milliy urf-odatlarimiz bo'yicha tug'utlarni masalan boshqalarning usuli bo'yicha emas, o'zimizning xoslik bo'lsa, xoslik bilan endi o'zimiz xoslik yaratsak, chunki bizning endi urf-odatlarimiz o'xshamaydi. O'zimizning turmush odatimizga moslashtirgan holda tug'ut ayolni va yangi tug'ilgan buvoqni boqadigan mulozimat o'rni, undan keyin chuqur shularni tarbiyalab beradigan bizgacha, chunki tug'ut boquvchilar bizdek ehtiyojli. Ondan biz emas, jamiyat ehtiyojli, shunga ham biz ehtiyojli bo'lamiz-ku. Shunda bo'lgandan keyin o tug'ut boquvchilarimizni mustaqil bir yerda yaxshiroq yerlar tarbiyalaysak, bir tarbiyalash sorunimiz yo'q bizning-chi. Sorunimiz endi Uyg'urlarning ichida, chunki men Xanzonnikida o'zim tarbiyalandim, lekin mushchatda bir bo'zga deb ozliq qildim, shuni o'rganish jarayonida. Ondan bolalarimizni 3 yoshdan tuvan bolalarimizni Xanzonlarning so'jojigo deb o'rinlari bor, undaq baldur tarbiyalab. Lekin bizningki mushundaq bir bo'shliqlar endi yo'q. Bo'lsa bizning ashta xodimlarimizni tarbiyalab beradigan mushundaq bir so'rinlar hozir bo'lsa. Bo'ldi. Undaqda sizning orzungiz nihoyat yaxshi orzu ekan. Yangi tug'utliq onalarni yaxshi parvarish qilish, yangi tug'ilgan bolalarni yaxshi parvarish qilish, 3 yoshdan tuvan bolalarning tarbiyalanishiga ko'ngil bilish, ahamiyat berish mushtemini olib keldingiz. Bo'ldi, qani. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bizning jamiyatimiz yuz berayotgan intayin bir qiyinchilik yuzida o'tirg'i chiqayotgan bir masalani hozir sahnaga chiqibsiz. Bundan nihoyat xush bo'ldim. Korxonchilardan mush sohaga mablag' silishni asosan umid qilib kelibsiz, shundaqmi? Shundaq. O'chishdan shundaq. To'g'ri. Lekin korxonchilarning mablag' silish sohasini bekitishdan oldida birinchi ko'radigan nima bo'lsa, bozor ehtiyoji bormi deb qaraydi-ku. Yana birisiga korxonchilarning tushungan sohasi bo'ladi har bir korxonchilar-ku. Yana bir korxonchilar nima bo'ldi bo'lsa, bular maxsus boshqaruvchilar tayyor bo'lgan, shu sohani tushunadigan odamlarga mablag' silishni xohlaydi. Buni siz tamoman to'liqlab bo'lsiz. Siz mushsani tushungan ekansiz, shundaqmi? Tajribani egallab bo'lsiz, shundaqmi? Endi tajribam bor, lekin men oldi bilan bir ayol, ondan keyin bir ona. Shu ona bo'lish jarayonida shu nuqtalarni his qildim men-chu. Chunki bizning ash bolalarimiz cho'qim shundoq bir sharoitga ega bo'lish kerak deb o'yladim. To'g'ri, buni hammamiz tushunib yetgan. Ota-ona bo'lganlarning hammasi tushunib yetgan. Ko'pincha oilalarda yuz berayotgan ishni bo'lsa, tug'utdan keyin yana shu qiyin yashangan cho'nglarni ekib, ayollarimizga, qizlarga qaratishni işte mecburiyet qilyapmiz hozirga qadar. Bu yuz berayotgan ish. Lekin Musaga mablag' silishdan oldida o'ylaydiganimiz nima desa, Musani tushunadigan, ilib muolaydigan ixtisosli qadamlarning yetilishi, buningga tarbiyalash ketadi. Agar siz Musani tushungan tajribangiz bor ahvolasida nima bo'ldi bo'lsa, mana mendek korxonchilar balki buning mablag' silishni xohlashimiz mumkin. Lekin birinchi so'nim bo'ldi, o'zimiz tushunmagan soha mablag' silishdan oldida shu sohani tushunguchidan talab qilganimiz mangdirish iqtidori bormi? Bozor etish iqtidori bormi? Bozor ichilib bo'lgan bozor, lekin mushuni yurgizishga o'zingiz ishonchingiz olib qolsa, Shinjon Ro'yab xalqaro so'zchilik shirkatidan mablag'ni oymay turib mablag' silishga biz hozirjan va'da beramiz. Rahmat. Rahmat. Tug'ut boquvchilarni tarbiyalaydigan yer yo'q dedingiz, ha? Meni hozir tuyg'usi kalam kelgani, cho'ng opashlarni ekib o'rgatgansiz bo'lmamdi. Hozir cho'ng opashlarlik tug'ut beqishga odatda yoshlarmi bek xili yoshlarmi hozir bekor turgan bo'lsa-mu, mening endi o'zimning o'lchimi tug'ut beqishga cho'qim 25 yoshdan yuqori. Yo'q, uni bildim, lekin 25 yoshdan yuqori men yosh qizlarga, mush tug'ut beqishga mulozimatga avatilgan qizlarga cho'ng opaylarni akab o'rgatgansiz bo'lmamdi, dars o'tkazsangiz yoki bizning o'zimizning usulimiz bo'yicha tug'utni beqish usullarini.
hozir shundoq qilsam bo'ldi. Agar shundoq sharoit bo'lsa, mana ashta qilsam bo'ldi. Chunki men hozir bu yerda nuqullamda cho'qim ashundoq emas. Men cho'qim ish yerda shu korxonchilarimizning mayli kimli bo'lsin, men ashundoq bir chunki men shu masalaga duch keldim hozir. Sizga shu appaylar uyutib qo'ydigan bir so'rin bo'lsa bo'ldiki hozir, shundaymi? Siz xohlasangiz biz hamkorlashaylik, bu ishni kengaytiraylik. Onusda abay alaqada anladımı? Tuğutluk anladımı ben işte kuvvetimiz dedi şudamı? Bizde bir xil yanı çıkı bir burunda tatıp var. Bizim meslatımız birinci avlat deyimiz, ikinci, üçüncü avlat. Az üçüncü avlat meslat biz pazarsak olduk. Yine tuğuttum kaldık, tuğuttum kalgan, kaldık dağlar yokturgan meslatımız var. Belki anlağa buluşumuzun közlüğü ki. Hemen şu meslatını şu adamlarımızga şu meslatını ve onu yaxşı bakan meslatını hazırca 3000 koyuluk meslat sizge berey. Hadi işitip görün, olsa hemkarlığımız bir bolsa koyup çıksa ben. Rahmat. Endi siz 3 yaşdan tuman balalarni tarbiyaleydigan yer dediniz. Endi bu yerdagi korxonchilarimiz olmasin, bu televizor oldidagi qarindoshlarimiz olmasin, endi ayollarimizni tarbiyalashga ahamiyat bersak. Ayollarimizni. Hem de 3 yaşdan mesela 0 yaşdan 1 yaşga chanasini tushunib ba'zi korxonalarda ishlagan ayollar bolalarni shu narsada bolalarni bir pashaga opqat mixtgan endi. Shunga ayollarimiz bolalarimizni eng yaxshi tarbiyalaydi deb o'zining shaxsiy fikrim. Shu men shunday o'yladim. Rahmat. Ayollarni yaxshi tarbiyalasak, boshqa tarbiyachiga ehtiyoj bo'lmaydi demoqchi bu. Bu mesele pek ig'ir mesele. Odatda normal xizmat qilayotgan bir oilada, ayol ishchi normal qilgan oilada 3 oy 4 oydan keyin bola cho'ng'a qoldi. Unda bo'lgandan keyin hozir qanday masala, qanday kasblar taraqqiyot etgan vaqtda, mau baxt yo'lda bir yesli bor. Bu maxsus 0 yaşdan başlap 3 yaşlı balalarning bir sınıfı var bunu bilmiz. 2,5 ming koy oladi bir oyligiga shu sinf. 500 koy kira pullan 3000 koy pul oldi. Mushu sinf hozir bas-baskanda nima uchun unda qimmat deganda bu yasliga kirgan bolalar yugurib kirib kichik bo'lsin-ku, men yasliga kiraman, ashada o'ynayman, do'stlarim bor deb. Demak, men mulozimat kasbi bu bir. Bu mulozimatni yaxshi qila olgan vaqtda bolalarni qiziqtirg'ili bo'ldi hamda bani yuqori qilib, meningcha yaxshi pul topib qolgan kasb deb o'ylayman. Har qanday bir mas'uliyatchan ota-ona o'zining bolasiga pul xarjlashdan hargiz erinmaydi. Masalan, yaxshi bo'lsin deb qanchachiq pul xarjlasin, shu yaxshi bo'lsa cho'qim meningcha bu kasbdan yaxshi natijalarni qozong'il bo'ldi deyman. Agarda shu formulada yana ashula qila olgandek shu bolalarni shunday tarbiyalash o'rnini ocha olsanglar, ashula chaqirib keladigan o'qituvchilarni sizlarni chaqirib kelib, shularga o'xshab tarbiyalarni qilib bera olsanglar, birinchisi karvon to'ri biz haqsiz tashviqotlarni qilib beramiz. Rahmat. Mavliq mahsulotlarimning hammasi import mahsulot, hammasi yaxshi sifatli qildim dedingiz, intayi yaxshi. Lekin shu barliq qarindoshlarimizning nazarida import mahsulotlar sifatli bo'lib, o'zimizning diyordan chiqqan mahsulot sifatsiz ekan degan qarash o'qilamiz. Barliq qarindoshlarimizning nazarida import mahsulotlar sifatli bo'lib, o'zimizning diyordan chiqqan mahsulot sifatsiz ekan degan qarash o'qilamiz. Hamda bir sifatli mahsulot hammadan chiqadi. Sifatsiz mahsulotmi hammadan chiqadi. Shunga import cho'qinib qolmasak. Hamda siz shu o'rinni rivojlantirib yaxshi qursangiz, qurib chiqsangiz, qurib chiqqan bo'lsiz hozir, qurib bo'lsiz, yo'l qo'yib bo'lsiz. Bizning Korli shahrida bir setish o'rni bor. Shu bolalarniki tomoqini qilib bera olamsiz bulmoqlarni? Elnurining unlarini ishlatamiz. Mayli Elnur un bo'lsin, mayli boshqa material bo'lsin. Bizning diyorimizning o'zgacha alohidaligi nihoyat nurg'uncha. Shunga o'zimizningki diyordan chiqqan mahsulotlarni birinchi o'rinda qo'yaylik. Yaxshisini, sifatini. Rahmat. Rahmat, sizga rahmat. Yana birsi. Bizning unni ishlatib o'tibsiz. Biz 1000 ko'yliq unni sizga shu Elnuri 5 dan qadar hisob tabiiy unimizni so'q qilaylik. Rahmat. Bizning shirkat Sabila deb bu aqla mahsulot bilan shug'ullanamiz. Biz Uyg'urlarning korxonasi mush Uyg'ur xalqimizning qo'llashiga intayin muhtoj. Ba'zanlar bu aqla yemeklikda zavodda yasalgan ximiylik tarkib bor, uyda yasalgan yo'q deb qaraydi. Zavodda yasalgani guruch, qatidigini vitamin, qurtilgan yengaq mag'izi, qurtilgan sevizning talqini.
Onun ximiylik hech narsani qatmaydi. Hamda siz bizning mahsulotni ishlatib o'tibsiz. Men sabiylar mahsulotimizdan hammasidan aralashtirib bir 10 eshikdan 20 eshikgacha bu vaqtlar yemakligidan sizning diyoringizga, qurgan korxonangizga avatib beray. Rahmat. Assalomu alaykum Farida singlim. Va alaykum assalom. Men ikki nuqtadan so'zlayman. Birisi bu o'zingizlar munosabatlik hozir siz birisi mush to'g'it parvarish qiladigan bir o'lchamlik o'rinlarning ichilishini, yana 3 yoshdan tuvan bolalarni muntazam yaxshi tarbiyalaydigan o'rinlar dedingiz-ku. Bu nihoyat yaxshi gap. Bek yaxshi ishki turni ib chiqibsiz. Balkim sizning she'rin tushingiz mushu sahnada amalga ish bo'ldi. Chunki ba'zilar nima ish qilishini bilmayotganlar bo'lgan bo'lsa, buningga bek chiq mablag' ketadigan bir tur emas. Unda bo'lgandan keyin balkim bir ishkadan birlashib nurg'un o'rinlarda mushta o'rinlar ichildi deb qarayman. Biz haqiqatan ehtiyojli bir cho'ng tur. Mushuni o'ylab kelganingizga ham o'zingizning mushu kasb bilan shug'ullanganingizga ko'p rahmat. Ammo 3 yoshdan tuvanlarni tarbiyalayotibsiz-ku. Pul tepishning nurg'un turlari bor. Lekin mush 3 yoshdan tuvan masalan mushu bolalarni beqib tarbiyalab, balkim buning kirimi oz bo'lishi mumkin. Lekin bu katta savobli ish. Sizning ishlaringizning cho'qim yaxshi bo'lganiga ishonaman. Men 11 yilning oldida yasli ichib boqqan. Bu behjapalik ish. Lekin men yasliga butun vujudimni berib etib, mening tanlab bozorim chekinib ketganligi uchun ham bir qizning qo'li sunib ketib, shu bek beharam bo'lib, bu mas'uliyatchilar bek kuchli ishga deb, men amal yo'q yaslini bir o'zimning o'qiyotgan mahallasiga butun aslardan sovg'at qo'yib, ondan shu tanlab bozorim bilan bo'lgancha so'dan bilan. Men bek tushunmay, bu ajoyib bek xosiyatlik, lekin bek jafoliq ish. Ishingiz cho'qim ilgari bo'ldi. Ammo ikkinchi deb qo'ygan ishim mana tövəndəki xalq amısında mesela özümün kəsbini düşünmə. Mən Altın Gövhər şirketidən bizim qırım buyumlarımız var. Mana Hüsnügül şirketim turubdu. Muş qırım buyum sahəsi kəsəkmi importunu qılınğan deb maylanı pişirdidu. Amma markalarning ismini desam bo'lmaydi. So'zsaydi ne danlıq markalar var. Bir qutisi 1500 yuan, 2500 yuan, eng azini 700 yuangacha da. Endi biz ko'p qitim chet ellarga chiqdik. Eng qisqasi mushu qitimliq chet elga chiqqan vaqtimda men baholarni shunday surish qildim. Bizning shu oliy darajalik mahsulotlarga qiziqadigan yuqori iste'molli xaridorlarni setib olgan shu mahsulotlarning, shu dangliq markalarning bahasi bular 500 yuanga olgan mal chet elda 230 yuan, 250 yuan. Baha biz mishada bir has qimmat oldik ekanmiz. Bu nima desa, qirım buyumlarga keladigan boj bek yuqori. Bizning Oltin Gövhər mahsulotlarimiz Rossiyada shunda olqishga erishdi. Hozirmish Tataristonga chiqish oldi turadi. Demak, chet elliklar bizning mahsulotni elib, surkab, ko'rib, shunchalik yoridi. Bizning mahsulotlarimiz chet elga yaragan ekan, cho'qim biz o'zimizga yaraydigan ishimiz. Yandikisining qadri yo'q deb, ha, ishimiz. Lekin endi mushu karxon, mushu keng xalq ommasining, mush xonim qizlarning hargiz kerakda bizning hozir bozorga sinayotgan bir turkum nurg'un Uyg'urcha market kirim buyumlar bor. Mushuni nachar demasligini, hammasini elib qo'llashini chin qalbimdan umid qilaman. Siz mushu tarbiyalashga oid bilimga muhtoj ekansiz-ku. Hamda ma bizningki madaniyat nuqtasidan qaragan vaqtda bundaq sizga mushlar to'g'it baqdigan ishlar, undan keyin ba'zi farzandlar hammasi şekilsiz medeniyet kirdi bu. Anda bo'lganki o medeniyet, aş medeniyetni bildiğin adam tüygen keyin tam tügep bitdi. Ameliyatda sizin mahiyalınız o medeniyetni olsun etken nayet bir yaxshi ahmiyati var iş. Bizning masalan mening bilishimcha bir necha magistrlik maqolasi yozilgan ayni vaqtda. Shu yo'g'rilniki balta bilish odatlari, shu to'g'riliq farzlar deb. O'sha maqolam bor. Yani halkı bir neçe bir etnografik materyalım var, Uygurca materyallar. Siz mümkün olsa aşını bir izlep baksanız, aşında nurgun sizge paylıkmış Uygurların ananevi adetleri, anları çıkıdıca aşında. Belki aşında mı bir paylıklı derslik materyal tüzüp sizge çok yardım buldu. Anlakin yani bir noktadan karga vakitte bu yaseçim dep öttü. Siz yazılda tuğutan istep bir o yerde buruldu doktorxana barlığa şu muğan geçti bir məxsus müddət toğdurup pərviş qıldığanlı bağçı. Mümkün bolsa siz özünüz Qashqar xotan tərəf yaxın bolğan kim bir izdinib bir məşədiçi. Aşta adamın tepib onu əkib məxsus işiltib bulanmısınız mı? Aşunun adətlərinə bir ay vaqt çıxarsınız, cıq nəsini ögünüb getsiniz. Aşını xatırlab, yazıb, əkib özünüz qollansınız, nəhayət yaxşı iş oldu.
Rahmat. Mening bir tavsiyalarim bor sizga. Bu nima deganingizda siz masalan farzand tarbiyasi bilan hozir shuning bilan shug'ullanib o'tibsiz. Mening cho'g'imda nurg'un yoshlar hozir bola boqish to'g'risida nurg'un bilimlarga muhtoj bo'ldi. Shunga mening tavsiyalarim hamda bu ish bilan shug'ullangandan keyin siz yak bo'lmasa yana bir qadar material ko'ramsiz. Yak bo'lmasa hozir bilimlaringiz yetib qolib qolsa, mush to'g'riliq bir video ishlab siz. Ondan keyin buni bir to'rlarda bir tashviq qilsangiz, mushta bizga o'xshash yosh bolalar masalan ilmiy oziqlantirishni o'qimaydiganlar yoki bo'lmay qolib qolsa, ilmiy bola o'qishni o'qimaydiganlar mushundan bir o'rganib olgan bo'lsa. Rahmat. O'zimni onamni sizga tanishtirib qo'yay. Meni onam tug'utanisi. Rahmat sizga. Meni onam endi 40 yillik tug'utanisida o'z vaqtida yosh vaqtida o'rganibdiki, hozir 65 yosh kirdi. Har qanday savolingizga, har qanday tushunmagan yaringizga siz o'ylaganingizdan yaxshi javob bera oladi. Rahmat, rahmat. Amaliy yordam bo'ldi bu, Rahmat. Har xil ko'z qarashlar bo'ldi. Qanday qilishidan qat'iy nazar, siz hozirgi yosh onalar duch kelayotgan masalalarni o'ylashib, chunki o'zingizning beshingizdan o'tib emasmi? Ularning qiyin masalalarni hal qilish, eg'irni yeniklatish uchun tirishchilik ko'rsatibsiz. Mayli atrofdagilar, boshqalar qanday deyishdan qat'iy nazar, navoda siz mush ishni ahamiyatga ega deb qaragan bo'lsangiz, o'zingizning shirin tushingizning arzu-armonlaringizni amalga oshirish huquqi yanada o'zingizning qo'lingizda. Bulamdi, tush markaziga marhamat. Bilet tashlaymiz. 3, 2, 1. Karxanchilar 13. Shunda qo'yganda eng oxirida erishgan bilet soningiz 252. Muborak bo'lsin. Ahamiyatli arzuingizni tanlash o'tkirlik qila oladigan bo'ldingiz. Muborak bo'lsin. Ishlaringiz qutlug' tilayman. Rahmat. Ikromatga ko'rman do'stlar, 2-faslik ahamiyatli arzu bosqichiga o'tgan mayirlar ichidan o'zi yaxshi ko'rgan va shunaqla o'zidan ta'sirlantirgan mayirlarga bilet tashlab qo'laydiganligini bildirsa bo'ladi. Bilet tashlash qatnashgan ko'rmanlarimizni programma guruhimiz har xil mukofotlar bilan mukofotlaydi. Albatta bizningki Yanfon orqali bilet tashlash usulimiz bo'lsa, o'zini ta'sirlantirgan mayirning rad nomerini 106 266 19 ga uchur qilib yo'llasa bo'ldi. Bizning tor orqali bilet tashlash usulimiz bo'lsa, www.chekit.com tor orqali bilet tashlasa bo'ladi. Bizningki Yanfon orqali bilet tashlash usulimiz bo'lsa, ko'rman do'stlar Yanfondagi undidari orqali ekranda ko'rsatilgan ishkilik kodni skanerlash yoki salon nomini qo'shib olgandan keyin o'zini ta'sirlantirgan mayirga bir bilet tashlay oladi. Xo'sh, qadrli ko'rman do'stlar, faxriy she'riy programmamizdagi bu soni vaqt munosib bilan mishad oxirlashdi. Texmi rangdor, texmi sarxil mazmunlarni ko'makchi bo'lsanglar, har payshanba kuni 8:40 da diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Shirin tush. Shirin tush.